Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Reşat Nuri Gontekin'nin Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romani. Bu roman Belqut şirkətində avazğa elinib, Belqut to'rida anlatıldı. 5 iyun. Quşlarımның ahi tutdu. Şu uzun tətil aylarında uladək məhbusluq hayatını ötküzdüm. Mudira xanım sentabrdan avval boshqa yerga yo'tkashning imkoni yo'qligini aytdi. Hozircha o'zimni unuttirish uchun tirishayaptim. Zadil ko'chaga chiqmaydim. Qo'shnilarimni burunqidek meni izlamaydi. Balkim so'z cho'chaklardan ehtiyot qilgandim. Faqatla ba'zida hammamga o'xshaydigan cho'ng ayol bilan so'zlashib turaman. Bo'libmi uning ovozi shunchalik o'xshaydiki, o'tgan kuni xijil bo'lib turib, uningdan bir narsani iltimos qildim. Aylanay jinim xonim, meni muallima demasdan addiyli qilib Farida deysangiz bo'lmamdi? Xo'shnam bir oz hudiqib qoldi. Lekin tilkimni rad qilmadi. U so'zlaganda ko'zlarimni yumatdim. O'zimni ko'ziya teg'ining bag'ichisida nima degan o'rinsiz so'zlarni so'zlayapman. Balkim menda nervi kasalligi boshlanayotgandi. Qandaqdir bir xil ararsizlik bor. Ba'zida burunqidek kulatdim. Munisa bilan hammal bolalardek chelishibdik. Yana qushlarga qarab isqirtatdim. Lekin qayg'ularimga o'xshash xushalliqim beqaror edi. Gahida ishimga patmaydim. Bu yerga kelayotgan kechida paraxutlar uyqum qochgan edi. Bir yo'lovchi mo'nliq ovoz bilan qorong'uda suvga qarab, "Sendidur avori ko'nglim, sendidur" deb naqsha aytgan edi. Bu naqsha shu chaqdala esimdan ko'tarilgan edi. Aradan oylar o'tgandan keyin bog'chamda dastlabki gullar echilishga boshlagan aprel kunlarining birida hech nimadan hech nima yo'q bu naqshini asta-asta aytishga boshladim. İnsanning ruhi qandaqdir tushuniksiz bir tepishma. Bir qitim anglagan bu naqshini ahangi va so'zi bilan qanday qilib esimda saqlab qoldim? Shu kundan keyin ish qilayotganimda, qushlarga suv berayotganimda, derizdan ko'rinib turadigan dengizni tomosha qilayotganimda bu naqsha tilimning uchiga keladi. Tug'ilgan oqshom "Sendidur avori ko'nglim, sendidur" deb oxirgi misrasini takrorlab turib, hech bir sababsiz yig'lashga boshladim. Bu oddiy naqshining yo so'zida, yo ohangida yig'lug'idek hech narsa yo'q edi. Demirmi nerva? Endi bu naqshini hargiz aytmayman. 20 iyun. Maktabda Nazmiya ismli bir kasbdoshim bor edi. 24-25 yoshlarga kirgan chiroyli, xushxuy, chaqchaqchi bir qiz edi. U bekmi yiqimliq so'zlaydi va o'dni yaxshi chaladi. Shuning uchun esil zodilar uni beshida ko'taradi. Har kun oqshimi hamon bir yerga taklif qilinadi. Muallimlar uni yaxshi ko'rmaydi. Uning haqida ba'zi ushshaq-tushshaq gap so'zlarni anglab turardim. Ehtimol uning g'alit kiyinishlarini yoqtirmasi kerak yoki ichi torliqisi kerak. Buni nereden bilay? Nazmiya bir kapitan bilan va'dalashgan edi. Bek yaxshi yigitmish. Lekin yigitning oilasi ularning to'y qilishiga rozilik bermagani uchun yoshirin munosabat qilishar ekan. Nazmiya buni menga ishga siri sifatida so'zlab berdi va hech kimga demasligimni topiladi. Tülögün uyda zerikib o'tirganimda Nazmiya kirib keldi. "Farida xonim, sizni etketgili keldim. Bugun kechqurun Feridonning hammasi suv beshidagi bog'chisida ziyofat berar ekan. Sizni tonimisimi salom yo'llash bilan alaydi taklif qildi."
dedi. Tanımagan yerga qandaq baraman? dedim men. Nazmiya ko'zlarini olaytib. Va'dalashgan kishimning hammasi nima uchun sizga yot bo'lsin? Uningdan boshqa sizga va'dalashgan odamimni ko'rsatmoqchiman. Mening bu arzoyimga yo'l qo'yasiz deb o'ylayman. Agar siz bormasangiz, Xudo haqqi men bormayman. Men bormaslik uchun bir muncha bahonalarni ko'rsatdim. Lekin u hammasiga javob topdi. Demisimi ko'rsatgan bahonalarim balalarcha bir bahonalar edi. Yuqorida dedim-ku, Nazmiya bekmi bir shayton qiz bo'lib, kishining og'zidan kirib, burnidan chiqatdi. U shunchalik yonib yolvurdiki, oxiri yuz kelanmasdan ma'qul bo'ldim. Lekin bir ish diqqatimni tortdi. Munisani kiyindirmoqchi bo'lganimda Nazmiya talaffuzini o'zgartib, qoshlarini uchirib turib, "Bu kichikina qizimni opramsan?" dedi. "Ha, Munisani uyda qanday yolg'iz tashlab ketaman? Bu daxli qilon deya" deb so'radim. "Yaqay, nimaga daxli qilsin? Bas texi yaxshi. Ba'zida uni uyda yolg'iz qoldiribmi ketatding-ku." O'g'il shundoq, lekin mushtaqicha bir yerga berib qo'nib qolgan emasman. Men endi hech narsani bilmaydigan qizlardan emasman. 2 yildan beri sirtlarda yurib, ko'p narsalarni ko'rib, ko'p narsalarni angladim. Hozir nima bo'ldi-kin, nima g'aflat bosdi-kin bilmayman. Nazmiyaning bu so'zlari meni shubihlantirmadi. Buni zodini tushunmaydim. Balki ichim pushqinidan sap havo yeyish ishtiyoqi meni qiziqtirgan bo'lishi mumkin. Kichikkina payton bizni soyning nariqi beshiga ipadi. Bog'chalar orasidagi yopirmoqlarga ko'milgan kichik yo'llar bilan yarim soat yoki chorak kam 1 soat vaqt ichida bir baqqa yetib keldik. Bu yerlar xilvat, lekin go'zal edi. Yo'lda padiga uchirdik. Qeyri padichi etiz beshidagi quduqdan suv tatib, tosh uloqda qo'ylarni sug'urib Inchki munguzlari bilan uloq beshida biri-birlari bilan usishayotgan o'g'loqlar Munisa bilan menga Nazlumni eslatdi va bizni qiziqtirdi. Ko'zlarimizga yosh elib, paytondan tushdik. Biri o'g'loqni tutib, salton quloqlaridan suv temib turgan kichikkina engaklardan so'ydi. Biri turib, padichidan uni setivlashni o'yladim. Lekin buning nima hojati? Yaqinda bu yerlarni tashlab ketamiz. Bu dardlarimiz yetmagandek, nima uchun beshimizga yana bir balo setib olamiz? Bilqur'azimizga dacha cheksiz ketgan cho'ng bog'ning o'ttirsidagi ko'ni bir bino edi. Atrofini egiz shepangning yeshilliklari qo'rshib olgan edi. Feridun beyning hammasi yesh to'xtagan, semiz bir ayol edi. Uning kiyinishi va yasinishi rostini aytsam, menga yoqmadi. Qiyri xotin uchun muncha vala yasinish yarashmaydi. Chochlari siyriqqa bo'yalgan, chekillarda yolg'onman, yuzida anglik, qisqasi ajoyib bir ko'rinish. Bu xotin bizning ustun qavatdagi uyga boshladi va paranjamni oldi. Keyin takallufsizlar xuddi meni puraydigandek yuzlarimdan suyib, "Ko'rishganimiz uchun bekmi xushalman, jon qizim. Gulda shekara deguvchiligingizda ekan. Rostilla odamning yavatgisi keladi. Ko'yib, yong'uchiligi bor ekan", dedi. Bekmi ko'rinib ketdim, lekin bilindirmaslik lozim edi. Bu xotin nima davatqinini o'zi bilmaydigan tetiqsizlar bo'ladi-ku. Shulardan bo'lsa kerak. Munisa ishkimizni xeyli vaqt uyda yolg'iz tashlab qo'ydi. Kun patqan edi. Shepangni o'rab turgan daraxtlarning quyuq yopirmoqlari ichida kechki so'z yo'riqliq asta-asta yo'qolishga boshladi. Munisa bilan chaqchaqlashib, o'zimni malik qilishga tirishatdim.
lekin ichimga yoshurun bir vahima tushib, bearam bo'lishga boshladim. Bog'da ayollarning qalaymaqan ovozlari, qaqaqlagan kulgilari, qiy-chuvlari anglanib turardi. Buzuq skripkaning pardasi tangshilayotganligi anglanardi. Derazdan beshimni chiqarib qaradim. Quyuq teklar orasida hech narsani farq qilib bo'lmaydi. Axir palampayda oyoq tevishi anglashga boshladi. Eshik chekildi. Sohibxona qo'lida yo'g'on lampa bilan kirib keldi. "Jon qizim, seni saqlatib qo'ydim. Bunda qilishim seni quyosh petayotganda bu bog'ning kishi to'yib bo'lmaydigan go'zalligini ko'rib olsin deyish uchun", dedi. Qiyri xotin lampaning pilikini tuzashtirib o'tib, oydin kechalarda bu bog'chining jannatdek bo'lib ketadiganligini so'zlayotganida Nazmiya kirib keldi. Ishkining sirtida egiz bo'yliq ofitser kiyimi kiygan ikki kishiga ko'zim tushdi. Beshim ochiq edi. İxtiyorsiz qo'rinib, qo'lim bilan sochlarimni to'smoqchi bo'ldim. Nazmiya kulib turib, "Jinim, nimancha sahrolikda qilasan? Har holda va'dalashgan odamimdan qochmaydigansan. Qo'lingni tushirgin. Xudo haqqi uyat emasmi?" dedi. Rost aydim. Ortiqcha tatimgudek ishmi yo'q edi. Ofitserlar sal ishkilanib uyga kirishdi. Nazmiya ulardan birini menga tanishtirdi. "Ferdon bey, va'dalashganim. Farida xonim, kasbdeshim. Ta'limga ishga yaxshi ko'rgan kishilarimning ismlari yaqinkan. Balalik chaqlarimda momam ajoyib bir xil saranga setib oladi. Bularning ustida burutlari buzilgan, mo'rlari chiqqan, bidir chashlarining bir tutami ko'zlariga tushib turgan yarmanki yasanchiqining surati bor edi. Mana bu Ferdon bey. Xuddi saranga qipidan sakrab tushgandek edi. Qo'limni takallufsizlik qattiq qisib silkib turib, "Efendim, sizga tashakkur va minnatdorligimizni bildiramiz. Bugungi kechimizga qadam tashrif qildingiz, omon bo'ling", dedi. Keyin kaynida turgan ofitserini tunishtirdi. "Ruxsat qilsangiz, Peqir o'zining jon do'sti, tavardorini sizga tunishtirmoqchi. Mayor Burhoniddin bey. Mayor degan bilan siz biladigan mayorlardan emas. Mashhur Soloqzodlarning kichik mahsuli." Soloqzodlarning bu kichik begi 45 yoshlardan oshgan zot edi. Chochlari bilan burutlarga oq kirgan Isilzodalar oilasidan ekanligi turqidan chiqib turardi. Kiyinishi, taq turqi, so'z qilishi Feridundan butunlay boshqacha edi. Chiroyi va oq chochlari do'stining menga bergan qo'rqinchli yomon ta'sirini shu zamon tarqatdi. Ko'nglim sal o'rniga tushgandek bo'ldi. Burhoniddin bey ravon va erkin so'zlaydi. U yiroqdan turib nozik bir bosh ishorati bilan salom berdi. Sal egilib, "Peqiringiz Burhoniddin. Efendim, marhum otam barliq yer zamini ichida mushu bog'ni bakmi yaxshi ko'radi. Bu bog' bek xosiyatli. Menga qancha baxt kelgan bo'lsa, mushu bog'dan kelgan degan gapni eg'izdan tushirmabdi. Janobingizning qadam tashrif qilganingizni ko'rib, marhumning bu so'zlarining karomatiga ishondim", dedi. Bu bir xushomad edi. Lekin bu Burhoniddin beyning bu bog' bilan nima aloqasi bor ekan? Hayron bo'lib Nazmiyaga qarab javob kutdi. Lekin u menga qaramaydi. Ko'zini ko'zlarimdan ilib qochatdi. Men mushu chaqqicha, mushu bog'ning egisi deb bilgan xonim Munisaning qo'lidan yetaklab tashqariga ilib chiqib ketdi. Yarim soatdan ortiqroq bu uyda birga o'tirdik. U yer bu yerdan so'zlashatdi. To'g'risi ular so'zlaydi. Chunki menda so'zlashish tugul, qilinayotgan so'zlarni anglashga mador qolmagan edi. Temirdek bir qo'l qalbimni bosatdi. Nafsimni bo'g'atdi. Men ishlamaydi. Hech narsani o'ylayolmay qoldim-da, hech narsani sezmadim.
hujumga uchrab o'g'isiga kirib ulgurgan qushdek xudimni yo'qitib, qo'rqinish bilan bulungda shumshiyib, qo'rnib o'ltiratdim. Tövanda siqirib kichilindi. Keyin chiroyli zil va tom ovozda naqshi etilishga boshladi. Bir divanda yan-bu-yan o'ltirgan Nazmiya bilan yigiti borgan siri o'zaro surkilishatdi. Asta ularga keynimni qilib oldim. Bular bekmi chagina odamlar edi. Ikki yot odamning oldida kinolardagi sat ko'rinishni o'ynayotgandek xijil bo'lmasdan, zat atmasdan başlarını yıkıllaştırıp şundak. Bular bekmi hayasız, yaman kişiler idi. Sel burun semiz xotun üstel üstiga butulkala taxsla to'shqan patnosini keltirgan edi. Burhan Dembey qo'llarini yanchiqqiga selib, uy ichida yaqinlashdi. Ba'zida bizga keynini qilib, üstel yanida to'xtaydi. Shu mengishlarning birida mayorning oldimga kelib turganligini, sal egilganligini ko'rdim. Buningga marhamat qilmamsiz kishi xonim. Cho'chib beshimni ko'tirdim. Qo'lidagi kichik qadahda yoqutda qizil sharab yaltiraydi. Beshimni chayqab rad qildim va past ovozda "Xalamayman" dedim. U texmi bekrak egildi. Issiq nafsi yuzimga urildi. Ziyonliq narsa emas kishi xonim. Bu dunyoning eng shirin, eng lazzatli vinosi. Shunday emasmi Nazmiya xonim? Nazmiya uningga beshi bilan ishorat qilib: "Majburlamang, Burhan Dembey. Farida bu yana o'z uyda kes qilsin. Nimani xohlasa shunday qilsin" dedi. Burhan Dembeyning oqtirishga boshlagan sochlari, tamkin va mag'rur chiroyi mushkamgacha menga xiyoliy bir tasalli berishgan edi. "Ya Rabbim, beshimga nimalar kelyotdi? O'zimni qanday qutuldiraman?" Uydagi chiroqning yo'riqi pastlashga boshladi. Ko'zlarimga tushgan bu qorong'ulik ichida ushqunlar uchib yurardi. Saz ovozi quloqimga yiroqdagi dengizning g'o'kirishidek anglanardi. "Jinim qizim, tamoq vaqti bo'ldi. Dasturxon ustida bir qancha mehmonlarimiz sizni kutyapti." Bu so'zlarni iliq semiz xotin qilgan edi. Sal o'zimga kelgandek bo'ldim. "Rahmat, mijozim yo'q. Men mushiyada qolay" dedim. Nazmiya yonimga kelib: "Jidim Farida, xudo haqqi ular yot kishilar emas-ku. Feridun bilan Burhan Dembeyning 2-3 do'sti. Uningdan boshqa ba'zilarining va'dlashganlari, ayollari. Shunga chiqmasang sat bo'ladi. Maxsus sening uchun kelishgan." Bilaklarimni Nazmiyaning qo'lidan chiqarib olishga tirishib, Safaning yo'lanchigini chang tutib bulung'i siqilatdim. Og'zimga so'z kelmaydi. Tishlarimni tishlab olmasam, jalaqlab biri-biriga tegib ketishini sezardim. Burhan Dembey: "Mehmonimiz nimani xohlaydi ekan? Nimani xohlasa shuni baja keltirish bizning burchimiz. Siz mehmonlarning yoniga tushing. Farida xonimning sal mijoz yo'qligini ayting. Binnaz xonim, sizmi bizning tamoqimizni bu yerga keltiring. Mehmonlarni yolg'iz tashlamaslik mening vazifam." Shu tapning o'zida sarang bo'layli dedim. Bu uyda Burhan Dembey bilan yolg'iz qilish, birga tamoq yeyish. Nima qilganimni bilmasdan, hatto o'ylamasdan o'rnimdan sakrab turdim. Bütün kuchimni yig'ib, "Xo'p, xalqning aji bo'lsin" dedim. Nazmiya bilan yigiti qo'ltiqlashib oldimizda mangdi. Burhan Dembey bir qadam keynimda mangdi. Qorong'ulikda bir eshik ochildi. Ko'zlarni qamashtiradigan yo'riqlik birdilla ko'zlarimni qamashtiribdi. Shamdonlarning to'risidan chashgan nurlari ichida sen turilib bir necha qadam tashladim. Tamlada
zalni cheksiz uzartqandek ko'rsatib, aynaklar paqiraydi. Shamdonlarning sho'lisi qorong'uda chepib kelayotgan mash'allardek uzoq-uzoqlarga ketadi. Bir munch ko'zlar, chiroylar xuddi tushdagidek g'uva ayollarning chiroylari ko'rinib, keyin cho'chtarlik, dahshatli guldiroz chavoqlar chelindi. Ovozlar muzik sadosi ichida pasiyatdi. Lekin to'xtaydigandek emas edi. Gurildigan tog' shamidek yiroq-yiroqlarga tarqaladi. Yashsun Burhoniddin bey, yashsun Gulbashikar, Gulbashikar, Gulbashikar. Anglayotganinglar Belquturdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ko'zlarimni ochsam, o'zimni Munisaning quchqida ko'rdim. Munisa jidim hada deb yig'lab, yuzini yuzimga surkaytdi. O'l sochlarimni atirdan echishgan ko'zlarimni suyatdi. Usti beshim cho'p ho'l bo'lib ketibdi. Uydagi g'uva yo'riqlikda bir munch ko'zlarning menga tikilib turganini his qildim. Meni hoshimga kelish bilanla uchiq bo'yinlarimni qo'llarim bilan yipilishga harakat qildim. Natonish bir ovoz: "Sirtqa chiqib ketinglar, o'tinib qalay chiqib ketinglar" deb vaqiraydi. Asta qimirlab o'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Bir qo'l mo'ramdan tutdi. "Qo'rqmag'in qizim, hech vaqasi yo'q, qo'rqma" dedi. Kirpiklarimning orasidan bu so'zni aytgan kishining yuziga qaradim. Bu doim chopinining oldi o'chiq turadigan Siemens ofitser edi. U menga qaradi. Keyin yenidikilarga qarab, "Bechora rostli kichik bola ekan" dedi. Munisa tizlinib o'tirib, belaklarimni o'g'laydi. "Jinim hada, bir oz esimga keldimmi? Esimizdan chiqardim" deydi. Chiroyini ko'rmaslik uchun ta'dir qarab, ko'zlarimni yumib oldim. Keyin bilsam, men chorak soatdan ortiq qo'shsiz yetibdiman. Attiri chetishlar, yo'lni ko'ydirib puritishlar zodili ta'sir qilmabdi. Halim shu qadar bo'ptiki, ular umidini o'zishga boshlab, shahardan doktor akilish uchun harga tayyorlabdi. Hoshimga kelgandan keyin shu harvada meni shaharga olib qo'yishlarini o'tindim. Agar olib qo'yilsa, kechiga qaramay yolg'iz ketishdan qaytmaydiganligimni aytdim. Ilojisiz rozi bo'ldi. Siemens ofiseri paltosini kiyib, Arvikashning yeniga kelib o'ltirdi. Menish vaqtida Burhoniddin bey o'ng'aysizlanib menga yaqinlashdi. Biroq yuzimga qarashga jur'at qilolmasdim. "Farida xonim, siz bizni bekmi xato tushunib qoldingiz. Xotirjam bo'lingki, hech kimning sizga nisbatan yomon niyati yo'q edi. Faqat sizni mehmon qilish va bog'ni tomosha qildirish niyatimiz bor edi. Istanbulda tarbiya ko'rganda, yana bir qancha kun avvalda yo'ldoshlarimizdan biri bilan so'zlashishdan totinmagan bir kichik xonimning buncha bola yovvoyi mijozlik ekanligini faraz qilolmabdimiz. Qayta takrorlaymanki, sizga nisbatan qilchi yomon niyat yo'q. Shunday bo'lsa-mu, xafa bo'lganingiz uchun sizdan afv so'rayman." Araba qorong'uda tar yo'l xazinasi. Biri bulungda muzdig'andek titrab, shumshiyib ko'zlarimni yumib oldim. Menimda asta boshqa bir kechining xayollari uyg'onadi. Ko'zya tegidagi chahar bog'dan qochgan, nima qilganimni o'ylamasdan o'z 5-qorong'u yo'llarga tushgan shu kecha. Xushpuroqlik jigdi shaxlari. Ba'zida g'arbining derazasidan kirib, yuzimga, ko'zlarimga tegib, meni tushimdan uyg'otadi. Beshini g'arbining nerqi derazasiga qo'yib o'ltirgan Munisaning cho'nqur tinayotganligini anglab, astag'ina: "Munisa, uxladingmi?" deb so'radi. Javob bermadi. Beshini texmi aydi.
Shu zaman diqqat qilib qarasam, yig'lab o'tibdim. Xuddi cho'ng odamdek ko'z yoshlarini qorong'uda yo'shirishga tirishib, qo'llarini tutdim. Nima bo'ldi qizim? U mendan ko'p yashagan, ko'p narsani tushungan cho'ng bir odamning qayg'uda qolgan qiyofati bilan beshimni quchoqlab, quloqimga yaqin kelib, "Jinim hada, bu kecha shunchalik qo'rqdimki, shunga bekmi yig'lab ketdim. Seni nima uchun u yerga taklif qilganini bildim. Hada, ishkinchi undaq yerlarga bormayli bo'lamdi. Sen qandoq deysan? Xudoyim saqlasin, opamdek. U chog'da men nima bo'laman, jinim hada?" Ah, bu nima degan xo'rliq, kelishmaslik. Ya Rabbim, xuddi yomon ahvolga tushgan xotindek bu boladan uyilib yuziga qarashga petinolmaydi. Beshimni uning kichikkina tizlariga qo'yib, ta uyga yetib borguncha otasining quchog'ida yig'lagan boladek teliqib yig'ladi. Mudira xonimning uyiga kelganimda kun amdila chiqqan edi. Qiyri ayol tong saharda yig'idan ishigan ko'zlarimni, yuzlarimning sarg'ayganligini ko'rib, hayron bo'lib, "Inshaalloh, bir ish bo'lmaganda Farida. Nima bo'ldi? Seni hech qachon bunday qoldi ko'rmagan edim, qizim. Og'rib qoldingmi ya?" dedi. Bu xonimning tamkin, jiddiyligi, turilgan chiroyi meni doim ozroq qo'rqitdi va qalbimni etishga to'sqinlik qiladi. Lekin mushu soatda bu yot yerlarda uningdan boshqa dardimni aytqudek hech kimim yo'q edi. Uningdan boshqa vazifam, kasbim meni mushuninga majbur qiladi. Xijillik ichida titrab turib, oqshomgi voqeani so'zlab berdim. Hech narsani yushirib qolmadim. Qiyri ayol ön chiqmay anglaydi va qoshlari ko'tariladi. Hikoyamning oxirida bo'ynimni egib, qo'llarimni uzatdim. Yoshlangan ko'zlarim bilan ko'zlaridan tasalli beradigan javob izlab, "Mudira xonim, siz mendan cho'q ko'p narsalarni bilasiz. Xudo haqqi, rostini ayting. Endi men yomon xotin deb atilib qolamanmi?" Bu savol Mudira xonimda kutilmagan bir hayajonda alam uyg'otdi. Enkimdan tutib beshimni ko'tardi. Ko'zlarimning ichiga har doimgidek Mudira xonimning yot ko'zi bilan emas, yaxshi ko'rgan, tushungan bir onaning ko'zi bilan tikildi. Lekin eniklarimni silab, tizlarga qo'ygan qo'llarimni o'g'lab, ishkilangan holda titrak tovush bilan shundoq dedi: "Farida, men sening shu qadar ma'sum, pok bir qiz ekanligingni to bugunga qadar tushunmadim. Endi seni o'zimga texmi yaqin tutishim va himoya qilishim mumkin. O Nazmiya, qizim, men ko'p narsalarni bilaman, hamma narsani tushunaman. Lekin bu dunyo shundoq bir dunyoki, bilganlaringning bir mo'jizasini yushirishga majbursan. Nazmiya yomon bir maxluq. Maktabni u keltirayotgan yomon ta'sirdan qutuldirish uchun necha qitim murojaat qildim. Bir muncha harakatlarni bo'ldim, lekin bekor ketdi. Uni joyidan qimirlatish mumkin emas. Chunki shahar boshlig'i, garnizon boshlig'idan tortib batalyon boshlig'igacha sonsiz orqa terigi bor. Nazmiya bu yerdan ketib qolsa, takabbur xonimlarning xushomatini kim qiladi? Cho'ng amaldorlarning yushurini o'tkazadigan kechilik bazmlarida kim o't chelib usul o'ynaydi? Burxoniddin Mayga o'xshash pastkash mirosxo'rlar seningdek ma'sum, pok, chiroyli bolalarni qandoq qo'lga tushira oladi? Farida, sana qurgan to'zoqlarni men yaxshi bilaman, bolam.
Bu Burxaniddinday dadisidan qolgan boyliqini bir mo'nchilagan bechora ayollarning nomusiga tegish. Bir mo'nchilagan oilaning bolalarini vayron qilish uchun sarf qilayotgan bir qiyr buzuq. Bu yerda go'zalligi bilan dong chiqargan yosh bir qizni qo'lga tushirish uning izzat nafsiga munosabatli masala bo'lib qoldi. Yosh ofitserlar ko'chalarda qilishlarini shoraxlatib, ko'zini yo'ldan olmay ketayotgan chumparda ichidagi qizning yuzini ko'rishni sharaf deb biladi ekan. U shu qizni qo'ltiqlab, ayshi ishrat bazmlariga elib kirishni va bir muncha ishrat paraslarning yoshsun Burxaniddinday deb vaqirishini o'zi uchun shon shuhrat hisoblaydi ekan. Sening Ihsonbey bilan so'zlashganingni anglaganligi cho'qim. Ko'rdingmi qizim? Ular Nazmiyani ish qilgan. Kim biladi? U nimalarni va'da qilib, sana bu kunlarni sog'an. Sen shunchalik oson qutulganingga shukr qil qizim. Sana shuni aytishga majburmanki, endi bu yerda turolmaysan. Voqeaning 1-2 kun ichida butun shaharga anglanishi cho'qim birinchi paroxod bilan bu yerdan ketishim kerak. Boradigan yering, tuqqanlaring, tanishlaring bormi Farida? Dilqut xazinasi. Mudira xonim, hech kimim yo'q. Undaq bo'lsa, Izmirga borgin bolam. U yerda mening 2 tanishim bor. Biri o'qituvchi, yana biri muarrif bilimining bosh kotibi. Sana bir xat yozib beraman. Sana xizmat etib berish uchun qo'lidan kelgan yordamini oymas deb o'ylayman. Bu shafqat meni huduqtirib qo'ydi. Yomg'irda, qorda o'limdan qutulgan aslondek uningga chin yepishib, chochlarimni silavatgan qo'llariga yuzlarimni ayminib surgaydim va oliqonlariga suyatdim. Qiyri ayol yenik bir tatib so'zini davomlashtirdi. Bu holingda endi uyingga ketolmaysan Farida. Ham seni bunda qo'yib o'tolmayman. Qani qizim, seni ustiga achqib yotqizib qo'yay. Bir oz uxlab ol. Nars keraklaring bilan Monisani ep kelaman. Katkicha moshiyada turib turg'in. Mudiraning ustin qavatdagi uyida kashkicha goh uxlab, goh uyg'onib yotdim. Ko'zlarimni ochsam, qiyri ayol yonimga kelib, qo'lini peshonamga qo'yatdi. Cheyning qizlaridek ishkital o'rib olgan sochlarimni silab turib, "Mijozing yo'qmi, Farida? Bir yering og'riyotamdi, qizim?" deb so'raydi. Hech narsa bo'lmagan edim. Og'riqmi emas edim. Faqat holsiz beshimni yostiqqa tashlab, kichik boladek erkalaydim. U meni qancha ko'p silab erkalatsa, bu yangi topgan ana muhabbati qalbimga texini cho'nqir sig'digandek, kelajakda beshimga tushadigan yolg'izlik va kasallik azobi topgan kunlarimda sovg'a qilingan qo'lyog'larda saqlanib qolgan puroqlardek menga tasalli bo'ladigandek bilinadi. Anlayotganinglar bel qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Birinchi beza Marlo nomli paraxod 2-iyul. Shamoldan saqlanish uchun paltoyimga chang o'rinib, oy patqucha yuqorida o'ltirdim. Paraxodning usti bo'sh edi. Kechqurundan beri oltini faqat o'zgartmagan egiz bo'yliq bir yo'lovchi qo'llarini to'mir shapkaga tarab, shamolga qarab mungluq kuylagi isqirtatdi. Men dengizni taniyman va yaxshi ko'raman. Chunki u menga o'zining ichki hayoti bilan yashag'uvchi jonliq narsadek tuyuldi. U kuladi, so'zlaydi, quloq soladi, g'azabga keladi. Lekin bu kecha dengiz suyi menga chorasiz, tasallisiz, poyonsiz bir yolg'izlikdek ko'rindi. Kechining sovuqi
so'ngakdan o'tayotgandek titrab pastga tushdim. Munisa bo'limchida uxlayotdi. Bu bitmas tugamas yolg'izlik yurakni ezatdi. Men qalb dengizining cho'nqir yeridan kelayotgan titrak ovozlarga quloq selib turib, yesishga boshladim. Mudira xonim meni pristangacha uzatib keldi. Tanishlarimning hech qaysi bilan xo'shlashmadim. Faqat hammamga o'xshaydigan qiyri xotinning yiniga bordim. Uning oxirgi qitim Farida deb ismimni atag'inini ko'zlarim yumilgan holda angladim. Beda mazlumni qoldirib kelgan edim. Endi bu yerda qushlarimdan ayrilishga to'g'ri keldi. Ularni Mudira xonimga omonat qildim. Yemlaridan, suvlaridan xabar elib turishga va'da oldim. Mudira xonim shunday dedi. Farida, agar bularni shunchalik yaxshi ko'rsang, o'z qo'ling bilan ozod qil. Texmi savob bo'ladi, qizim. Mungluq kulimsirab turib. Yo'q, Mudira xonim, men sizga o'xshash o'ylaydim. Hozir fikrimdan yandim. Qushlar nemin xoliganligini bilmaydigan bechora, aqlsiz mahluqlar. Qafasni qashqicha alam ichida tipirlashidi. Lekin tashqarida ular texmi baxtli bo'ladi deb o'ylamsiz? Yo'q, bu mumkin emas. Men shunday deb o'ylaymanki, bu bechoralar qandoqli bo'lmasin, qafaslarga odatlanib qolgan. Uch havoga chiqish bilan daraxt shexida beshini qanoti ichiga yoshirib o'tkazgan kechalarda tong otquchi o'z qafaslarini siyg'inadi. Kichik ko'zlarini derazlarning yo'riqiga tikib hasrat chekidi. Qushlarni majburiy holda qafaslarda tutish kerak, Mudira xonim. Majburiy. Ko'z yoshlarim nafsimni bo'g'di. Qiyri ayol enkimni silab turib. Farida, sen tushunib bo'lmaydigan bir bolasan. Shunchaki narsalarga yig'lamdi o kishi, dedi. Paraxotda mening bilan cheydin chiqqan bir qancha yo'lovchi bor edi. Shularning ichida ikki ofitserning gaplari quloqimga kirdi. Yosh biri qiyirsig'i shunday dedi. Ehsonbay 4 kun avval yo'lga chiqish kerak edi. Bir necha kun kutgan Beyrutgacha birga ketaylik dedi. Bilmasdan bechorani shu falokatga so'rabdimi? Shundoq. 4 kun avval ketgan bo'lsa, bu balo qazo beshiga kelmagan bo'ladi. Qiyirisi rostilla ichimdigan bir vaqa bo'ldi. Ehson uncha bola oldirangu emas edi. Lekin nima bo'lgan keyin sen vaqaning jarayonini bilamsan. Men ko'zim bilan ko'rdim. Tunoy shahar boshqarmasining klubida edi. Burxonidan bilyard o'ynayotdi. Shu asnoda Ehson kirib keldi. Mayorni bir chetga tortib, bir nimalarni deyishga boshladi. Dastlabda ostoz sipoyi so'zlashdi. Oralarida nima o'tgan bilmayman. Birdala Ehson kayniga dojib, Burxondan bayni kelishtirib bir ko'chat urg'inni ko'rdim. Mayor tapanchasiga qo'l uzatdi. Lekin Ehson uningdan avval qurolni chiqargan edi. Bir necha kishi tezlikda ularning ustiga tashlanmagan bo'lsa, cho'qim qon to'kiladi. Harbiy sud ati Ehsonni sudlaydi. Bizdan birarimiz bu ishni qilgan bo'lsak, volimizga voy edi. Lekin Ehson Pashaning tuqqida bo'lish kerak. Pashaning ayolning jiyani, emizib cho'ng qilgan o'g'li. O'zlarining gapiga qaraganda siyosiy majranish. Shu armiya ajabmi siyosatdan qutulmadi. Meningcha, xudo haqqi, bu cho'qim xuddi majrasi. Burxondinni bilmaymizmi biz? Ofitserlar so'zlasha yonimdan yiroqlashdi. Sal avval qiyiq-qiyiqchining bo'lmamga qo'yib ketgan guldastasining kimdan ishkanligini endi tushundim. Ehsonbay,
Balkim hayotimda siz bilan yana bir martaba uchrashmasman yoki uchrashsammi sizni tanimagandek o'tib ketaman. Lekin mening uchun harbiy sud oldiga chiqishga tayyorlanayotgan bu kunda yana meni asligingizni unutmayman. Kimdan ishkanligini aytqizmagan, nozukligingizni ifoda qiladigan bu gullaringizdan biri yopurmoqni daftarimda. Sizning xotirangizni eng xazinasi qalbimda saqlayman. Tashqarida boyiqi yo'lovchi texchili mo'nliq ko'ylarga isqirtiyotdi. Bölümümün ochiq derisidan beshimni chiqardim. Dengizda suvdan ko'tarilayotgan ho'rdek tang ko'tarilayotdi. Chala qushi endi yoqqin uyqusiz kecha va varg'inliq bechora ko'zlarimni etishtirdi. Tangdan nimani kutsan? Tang sahar yiroq-yiroqlardagi uyquga va yana boshqa narsalarga qongan seriq chechaklarning baxtiyor ko'zlarini ochadigan damg'u. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishad Nuriy Guntekinning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romanini bugun mushiyagicha anglatdik.